Doktor Hamdi şu kitap nəşr qılınışqa başlağandan buyan bu kitabın xəbərləri 2000 biz mi istiqlaldan 2020'de verib dikemiz. 21-22 şəhər tom 1-2 tom çıqqan aman bir xəbərlər çıxdı. Hazırgacha şu çıqqan xəbərlərə qarasaq şu kitabni yezish, tahrirlash, hatto nəşr məbləğini hal qilish bo'lgan barlıq jarayonlarni tanha yalğız özünüzdən elib berib atqanlığı tilgə ilinib kelyotgandı hazırgacha. Men bunu gördüm. Bu jarayonda siz duch kelgan eng ig'ir masalalar, mesela qiyinchilik yoki eng xushallanarli ishlar nimada sizga? Endi xushallanarli ishni deyli oldi bilan adam xafa bo'ldigan ish emas. Xo'sh. Xushallanarli ish bu kitobni umuman o'qimagan chaqda xalqimiz qo'lladi. Yani xalqimizning chet ellardagi diasporadagi Uyg'ur ziyolilarning, yani kitap o'qiydigan angliq bir Türkümdeki kişilerin kitabını setib bilib, şu kitabını okuğunun özü bir qollash hesaplandı. Elbette özünün tarixini öğrenmegen, okumagan, onu chatga iştirib etken milletinin ümidi buluşu natayın. Ama şu kitaplarını okuğunun özü zor qollash. Maşu tek nağanda meni en xoşal qilgan iş. Elbette bu jarayonda bu kitapның yoruq chiqishi uchun, kitapның besilishi uchun, yoruq chiqishi uchun kuch sarf qilgan, har jihatdan ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llagan nurg'un do'stlarimiz bor. Ularning hammasini bu yerda bir-birlab aytib o'tishga hamda kerak bo'lganda hammasini sanab beramiz u do'stlarni. Shularga alayda rahmat aytaman. Mana shundaq do'stlarning bo'g'ini men uchun intayin zo'r xo'shallik bo'ldi. Chunki bundaq bir asarni yezish ayrım, onu dunyoga chiqarish, yoruq chiqarish o ayrım bir ish, vazifa. Xo'sh. Amaliyotda ham yaxshi bilasiz, bundaq zo'r hajmlik 13 tom yoki 14 tom yoki uningdan to'van bundaq zo'r hajmlik asarlar, bundaq cho'ng tadqiqot asarlari deganga g'oyat zo'r mablag' sarf qilinib, davlat ma'lum bir organning mablag'lari sarf qilinib, necha o'nlagan tadqiqotchi olimlar birlikda yozib chiqadi. Bir institut, tadqiqot institutlari, tadqiqot o'rinlari qiladi. Ya'ni qoida bo'yicha olganda buningga necha o'nlagan balkim yuzlab odam qatnashishi mumkin. Mening qilgan ishim, mening bo'ynimga, zimmamga o'zim yuklagan bu vazifa, ana ashundaq zo'r xizmatni o'zim bir tana yuklaganman. Demek shuni dastlab qadamda yo'riq chiqardik, chiqaryapmiz. Mana shuni qo'llagan do'stlar bor. Bularga rahmat aytaman. Endi xapolaydigan ishlar yo'q, albatta xapolaydigan ishlar bo'lsa, uni ayrim so'zlashimiz. Ko'p rahmat.